Samarqand shaharining yaxshi hududidan 2 xonalik yaxshi remonti bilan, xo'p, yaxshi qavatdan qidirib yurgan insonlarga zo'r variant deb o'ylayman. 2 xonalik bo'ladi, qavatimiz 3, hududimiz Sagdiana bo'ladi. Xo'p, orientir Med kollej bo'ladi. 2 xonalik полноценный, 2 tomonlama qaralgan xonasi, skvoznoy planirovka, eski domlar. Mana shu kirish eshigimiz bo'ladi. Holimiz, prixoshkamiz to'g'risida mana shunaqa kladovkachani parda bilan yopib qo'yganlar. Xo'p, o'ng va chap tarafda xonalarimiz joylashgan. Chap tarafdan boshlaymiz. Buni ko'p vaqtda ko'pchilik yotoqxona qiladi. O'rtada kravatni qo'yib, balkonchaga shkaflarni chiqarib qo'yadilar. Xo'p, ikkala tomon ham devorga qaralgan, akfa alyumindan turibdi. Derazalari bir qavatlik oyna. Xo'p, mana konteynerimiz ham bor ekan. Ichkaridagi eshiklar taxtalik turibdi. Va to'g'rimizda ikkinchi xonamiz bo'ladi. Buni yo buni yotoqxona qilamiz, bittasini mehmonxona qilamiz. Endi kimga qanday ma'qul, shuni qilib olamiz. Bunaqa domlarda hozir Samarqand bo'yicha отопление yo'q, issiq suv yo'q, hamma o'zi qilib oladi yoki konteyner ko'tarib qo'yadi yoki xo'p, ukrainskiy pechga qo'yib isitish moslamasini shunaqa qilib foydalanadilar. Xo'p, alohida ekan, sanuzilamiz, yuvinish xonamiz va bu tarafda hojatxonamiz bo'ladi alohida. Bu ham yaxshi. Ko'pchilik shunaqasini xohlaydi. Xo'p, eshigi bor ekan oshxonada, zo'r narsa. Hamda oshxona zonamiz. Mana endi bu yoqlarda o'zimiz xohlagandek mebellarni yasatib olamiz. Shu joylarda kichkinagina mebel bor ekan. Moykamiz hamda pishiriqlar zonasini mana bu balkonchaga chiqarib qo'yibdilar. Bu ham yaxshi narsa. Mana bichkamiz bor. To'g'ridan to'g'ri ko'chaga chiqadi. Derazamizni ochib qo'yib, pishirig'imizni shu yerda qilib olamiz. Ana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi, hurmatli do'stlar. Samarqand shahar Sagdiana hududi bo'ladi. Orientir Med kollej. 5 qavatlik eski binolar 3-qavatida joylashgan ekan. 2 xonali kvartiramiz, skvoznoy planirovka, ichma-ish emas, alohida ikkala tomonga qaralgan xonalari. Xo'p, narxini $3500 deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Keyingi videolarimizda kuzatib boring. Yangi variantlarni chiqaramiz. Kimga qanaqa uy kerak bo'lsa, tezda pastdagi kommentariyalarda yozib qoldiring. 1 xonami, 2 xonami, 3 xonami, 4 xonami, 5 xonami hammasidan topib berishga harakat qilamiz. Yoki sizda sotilayotgan narsalar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Yermi, uchastkami, arendaga joylar kerak bo'lsa ham murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.